Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Kvartira, uy-joy, yer uchastkasi yoki ko'chmas mulk qaysi holatlarda davlat tomonidan sud orqali yoki qarz majburiyatlari sababli olib qo'yilishi mumkin. Qaysi holatlarda esa hech kim sizning uyingizga tegishga haqli emas. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Nomingizda kvartira bo'lsa ham, ipotekada yashayotgan bo'lsangiz ham, meros uyni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz ham, ijaraga uy berayotgan bo'lsangiz ham bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki ko'pchilik yangi qonun chiqibdi, endi kvartiralarni tortib olishar ekan degan gaplardan qo'rqayapti. Men esa bugun sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Aslida nima o'zgardi? Kim xavf ostida, kim bemalol bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni tekshirish kerak? Va eng muhimi, uy-joyingizni himoya qilish uchun hozirroq nima qilishingiz kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy tushuntirishlar pulingizni, vaqtingizni va mulkingizni saqlab qolishi mumkin. Avval bir narsani aniq aytib qo'yaman. Hech bir normal huquqiy tartibda odamning qonuniy hujjatlari joyida bo'lgan kvartirasi shunchaki kelib tortib olinmaydi. Ya'ni kimdir eshikni taqillatib, yangi qonun chiqdi, uyingiz davlatga o'tadi desa, bu gapning o'zi shubhali. Ko'chmas mulk daxlsizligi konstitutsion darajada himoya qilinadi. Mulkdorning huquqi bor, lekin bu huquq ham qonun doirasida amalga oshiriladi. Oldin qanday edi? Avvallari ham uy-joyini olib qo'yish mumkin bo'lgan holatlar bor edi. Masalan, katta qarzlar bo'yicha sud qarori chiqsa, ipoteka to'lanmasa, noqonuniy qurilgan imorata bo'lsa, yer davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinadigan bo'lsa yoki mulk jinoyat orqali olingani isbotlansa. Lekin muammo shunda ediki, odamlar ko'pincha jarayonni tushunmasdi. Kimdir ogohlantirish oladi, e'tibor bermaydi. Kimdir sudga chaqiriladi, bormaydi. Kimdir kadastr hujjatini tekshirmaydi. Keyin bir kun ijro byurosi kelganda, kvartiramni tortib olyapti deb hayron qoladi. Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, ko'chmas mulk bilan bog'liq ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, qarzdorliklar, taqiqlar, garovlar, kadastr ma'lumotlari va sud ijrosi bo'yicha jarayonlar avvalgidan tezroq ko'rinadigan bo'lyapti. Ya'ni oldin bir muammo yillar davomida yopiq yotgan bo'lsa, endi u tezroq yuzaga chiqadi. Bu esa ayrim odamlar uchun xavf. Ayniqsa hujjati chala, qarzi katta, ipotekasi to'lanmayotgan, noqonuniy qurilish qilgan yoki sotib olayotganda tekshirmagan odamlar uchun. Mind part ir, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Ipoteka asosida kvartira olgan fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Ipoteka degani, siz bankdan pul olib uy olgansiz, uy esa odatda bank foydasiga garovga qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda kvartira sizning nomingizda bo'lishi mumkin, lekin siz kredit shartlarini bajarmasangiz, bank sudga murojaat qilib, garovdagi mulkni sotish orqali qarzni qoplashni talab qilishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 500 million so'mlik kvartira oldi. Boshlang'ich to'lov sifatida 1 million so'm berdi. Qolgan 10 million so'mni 25 yilga ipoteka qildi. Oyga 10 million so'm to'lash kerak. Birinchi 2 yil to'ladi, keyin ishdan ayrildi va 2 oy to'lamadi. Bank birinchi oyda eslatma yuboradi, keyin jarima hisoblaydi, keyin ogohlantiradi. Agar fuqaro umuman aloqa qilmasa, restrukturizatsiya so'ramasa, to'lov jadvalini o'zgartirmasa, bank sudga beradi. Sud qaroridan keyin mulk elektron auksionga chiqarilishi mumkin. Odamlar buni kvartiramni tortib oldi deb aytadi. Lekin huquqiy jihatdan bu garov majburiyati bajarilmagani uchun qarzni undirish jarayoni bo'ladi. Ikkinchi xavfli toifa, katta qarzi bor odamlar. Masalan, aliment bo'yicha ko'p yillik qarz, bank kreditlari, soliq qarzlari, sud qarori bilan undiriladigan zarar, tadbirkorlikdagi majburiyatlar. Agar qarz bo'yicha sud qarori bor bo'lsa va boshqa mol-mulk yetarli bo'lmasa, ko'chmas mulkka taqiq qo'yilishi, keyin esa qonunda belgilangan tartibda sotuvga chiqarilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Avval sud hujjati, keyin ijro ishi, keyin qarzdorga muddat, keyin baholash, keyin savdo jarayoni bo'ladi. Uchinchi xavfli toifa hujjatlari to'liq bo'lmagan uy-joy egalari. Ayniqsa hovli joylarda bu ko'p uchraydi. Ota nomida bo'lgan uyda farzandlar yashaydi. Meros ochilmagan yoki uy sotib olingan, lekin oldi-sotdi notarial rasmiylashtirilmagan, faqat tilxat bor. Yoki uyga qo'shimcha qavat qurilgan, lekin kadastrga kiritilmagan. Bunday holatda mulk huquqingiz real hayotda sizniki bo'lib ko'rinsa ham, hujjat bo'yicha zaif bo'ladi. Ertaga nizo chiqsa, qo'shni da'vo qilsa, merosxo'rlar talashsa yoki davlat organi tekshirsa, sizning pozitsiyangiz kuchsiz bo'lib qoladi. Masalan, bir odam 2015 yilda $25 ming hovli sotib olgan.
lekin notariusdan o'tkazmagan. Faqat pul oldim, uy berdim degan qo'l yozma tilxat bor. Oradan 8 yil o'tib sotgan odam vafot etadi. Uning farzandlari kelib, bu uy otamiz nomida, biz merosxo'rmiz deydi. Siz esa men pulini berganman deysiz. Mana shu holatda yillar davomida yashagan bo'lsangiz ham sudda isbotlash murakkablashadi. Shu sababli men har doim aytaman, ko'chmas mulkda og'zak kelishuv, tilxat, qarindoshchilikka ishonish juda xavfli. 4-toifa noqonuniy qurilish qilganlar. Bu ayniqsa ko'p qavatli uylarda ham uchraydi. Balkon kengaytirilgan, umumiy yo'lak egallangan, yerto'la o'zlashtirilgan. Tom qismida qo'shimcha xona qurilgan, birinchi qavatda noturar joyga aylantirilgan, lekin ruxsat olinmagan. Agar bu qurilish xavfsizlikka, qo'shnilar huquqiga, bino konstruksiyasiga yoki shaharsozlik normalariga zid bo'lsa, uni buzdirish talabi qo'yilishi mumkin. Bu ham odamlar orasida kvartirani tortib olishar ekan degan vahimaga sabab bo'ladi. Aslida ko'pincha gap butun kvartirani emas, noqonuniy o'zgartirilgan qismini qonuniy holatga qaytarish haqida bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar kvartirangiz notarial oldi-sotdi orqali olingan bo'lsa, kadastr hujjati joyida bo'lsa, davlat reyestrida nomingizda turgan bo'lsa, garovda bo'lmasa yoki garov majburiyatini vaqtida bajarayotgan bo'lsangiz, sud qarzingiz bo'lmasa, noqonuniy qayta qurish qilmagan bo'lsangiz, vahimaga tushishingiz shart emas. Sizning mulkingizni hech kim birgina farmoyish yoki og'zaki gap bilan olib qo'ya olmaydi. Eng muhim nozik masala dedi. Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer yoki uy-joy olib qo'yilishi. Masalan, yo'l kengaytiriladi, metro, ko'prik, maktab, shifoxona, muhandislik tarmoqlari quriladi. Bunday hollarda mulk egasi bilan oldindan kelishuv qilinishi. Baholash o'tkazilishi, kompensatsiya masalasi hal qilinishi kerak. Odamni kompensatsiyasiz ko'chirish mumkin emas. Lekin amaliyotda ko'plar baholashga e'tibor bermaydi. Taklif qilingan pulga darrov rozi bo'ladi yoki aksincha. Hujjatlarni yig'may faqat janjal qiladi. To'g'ri yo'l, baholash hisobotini olish, mustaqil baholovchi jalb qilish, mulkning bozor qiymatini, ta'mir xarajatlarini, qo'shimcha inshootlarni, ko'chish xarajatlarini. Biznes bo'lsa daromad yo'qotilishini hujjatlashtirish. Ikkinchi nozik masala, yagona uy-joy. Ko'pchilik, agar mening yagona uyim bo'lsa, hech kim tegolmaydi deb o'ylaydi. Bu gap har doim ham mutlaq emas. Qarz undirishda ayrim himoya mexanizmlari bo'lishi mumkin. Lekin agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, masalan, ipoteka shartnomasida bank garovi bo'lsa, bu mening yagona uyim degan dalil har doim ham mulkni saqlab qolmaydi. Chunki siz oldindan shu uyni garov sifatida ko'rsatib majburiyat olgansiz. Shuning uchun ipotekada eng muhim narsa bank bilan aloqani uzmaslik. 3-nozik masala er-xotin roziligi. Nikoh davomida olingan kvartira ko'pincha umumiy mulk hisoblanadi. Hatto hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomi yozilgan bo'lsa ham. Agar bir tomon ikkinchisining roziligisiz mulkni sotgan bo'lsa, keyinchalik nizo chiqishi mumkin. Xaridor uchun bu juda xavfli. Masalan, siz kvartira sotib oldingiz, notariusda hammasi rasmiy ko'rindi, lekin sotuvchining turmush o'rtog'i rozilik bermagan yoki nikoh holati yashirilgan. Keyin sudda bitim bekor qilinishi ehtimoli paydo bo'ladi. Shu sababli mulk sotib olayotganda sotuvchining oilaviy holati, rozilik hujjatlari, mulk qachon olingani albatta tekshiriladi. 4-nozik masala, meros. Ota-onadan qolgan uyda yashash boshqa, uni qonuniy meros qilib rasmiylashtirish boshqa. Merosni vaqtida ochish, notariusga murojaat qilish, barcha merosxo'rlarni aniqlash kerak. Aks holda siz 10 yil yashab yurgan uy bo'yicha bir kun boshqa merosxo'r chiqib kelishi mumkin. Ayniqsa aka-uka, opa-singil o'rtasida keyin kelishib olamiz degan gaplar keyinchalik juda katta nizoga aylanadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir farzand ota-onasiga qaragan, uyda yashagan, ta'mir qilgan, keyin meros ochilganda boshqa farzandlar ham ulush talab qiladi. Huquqiy tomondan ularning ham huquqi bo'lishi mumkin. Shuning uchun vasiyatnoma, hadya, meros kelishuvi kabi masalalarni oldindan o'ylash kerak. 5-nozik masala, ijaraga berilgan kvartira. Ijarachi sizning uyingizni tortib olmaydi, lekin muammo tug'dirishi mumkin. Agar ijara shartnomasi yo'q bo'lsa, to'lovlar naqd va hujjatsiz bo'lsa, kommunal qarzlar yig'ilsa, uyga zarar yetkazilsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Shuningdek, ijarachi ro'yxatdan vaqtincha o'tgan bo'lsa, uni chiqarish masalasi ham qonuniy tartibda hal qilinadi. Shu sababli ijara ham shartnoma bilan, pasport ma'lumotlari bilan, to'lov jadvali bilan bo'lishi kerak. 6-nozik masala. Sotib olinayotgan kvartirada taqiq yoki garov bor yo'qligi. Juda arzon narxdagi kvartiralardan ehtiyot bo'ling. Masalan,
Bozorda 7 million turadigan kvartirani kimdir 2 millionga tez sotmoqchi. Sababini tekshirmasangiz keyin bilasiz. Mulk qarovda, sud nizosida meros bo'yicha talash yoki kommunal va majburiy to'lovlar bo'yicha katta qarz bor. Albatta, har qanday qarz yangi egaga avtomatik o'tadi deb aytish noto'g'ri, lekin amalda muammo vaqt sud asab ketadi. Shuning uchun arzon narx har doim signal. Birinchi qadam, mulkingizning kadastr hujjatini tekshiring. Sizda kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganlik ma'lumoti, mulk egasi kimligi aniq bo'lishi kerak. Agar eski hujjatlar bo'lsa, kadastr organiga yoki MyPonkagov. Uz orqali elektron xizmatlarga murojaat qilib, ma'lumotlarni yangilang. Hujjatda maydon, manzil, qavat, xona soni, yer uchastkasi chegarasi to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Ikkinchi qadam, mulk ustida taqiq, garov, arrest bor yo'qligini tekshiring. Buni notarius orqali, davlat xizmatlari orqali yoki tegishli reyestr ma'lumotlari orqali aniqlash mumkin. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, pul berishdan oldin tekshiring. Oldindan zakalat bering. Keyin ko'ramiz desa, ehtiyot bo'ling. Zakalat ham yozma shartnoma bilan, shartlari aniq ko'rsatilgan holda berish kerak. Uchinchi qadam, ipoteka yoki kredit bo'lsa, bank bilan aloqani uzmang. Agar to'lovga qiynalayotgan bo'lsangiz, yashirinmang. Banka yozma ariza bering. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish, muddatni uzaytirish, imtiyozli davr berish, restrukturizatsiya qilishni so'rang. Arizani 2 nusxada tayyorlang yoki elektron tarzda yuboring. Sizda murojaat qilganingizni tasdiqlovchi iz qolishi kerak. Sudda ham bu sizning mas'uliyatli harakat qilganingizni ko'rsatadi. 4-qadam, qarzlaringizni nazorat qiling. Sud qarori chiqqanmi? Ijro ish ochilganmi? Hisoblaringizga taqiq qo'yilganmi? Buni tekshirib boring. Ba'zi odamlar yashash manzilini o'zgartiradi. Xatlar eski manzilga boradi, sud bo'lib o'tadi. U esa bilmay qoladi. Keyin menga aytishmadi dedi. Shuning uchun rasmiy manzilingiz, telefon raqamingiz, elektron kabinetingiz dolzarb bo'lsin. 5-qadam, meros mulklarni rasmiylashtiring. Agar ota-onadan uy qolgan bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, uy hujjatlari, merosxo'rlar ro'yxati kerak bo'ladi. Hamma rozi degan og'zaki gapga ishonmang. Rozilik bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtiring. Keyin sotish, hadya qilish yoki bo'lish jarayonida muammo chiqmaydi. 6-qadam. Noqonuniy qurilish yoki qayta rejalashtirish bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkonini tekshiring. Buning uchun kadastr, arxitektura, qurilish nazorati organlariga murojaat qilinadi. Agar devor buzilgan, balkon kengaytirilgan, xonalar qo'shilgan bo'lsa, bu bino xavfsizligiga ta'sir qiladimi? Qo'shnilar roziligi kerakmi? Loyiha talab qilinadimi? Shuni aniqlang. Ayniqsa ko'p qavatli uyda yuk ko'taruvchi devorlarga tegish juda xavfli. Bu faqat huquqiy emas, hayot xavfsizligi masalasi. 7-qadam, davlat ehtiyoji uchun buzilish yoki ko'chirish haqida xabar kelsa, darrov hujjat yig'ing. Kadastr, mulk huquqi hujjati, uy ichidagi ta'mir rasmlari, xarajat cheklaringiz, mustaqil baholash, ro'yxatda yashovchilar haqidagi ma'lumot. Tadbirkorlik bo'lsa, daromad hujjatlari kerak bo'ladi. Hech narsaga tushunmasdan imzo qo'ymang. Ayniqsa, hozir imzo qo'ying, keyin pul bo'ladi degan gapga ehtiyot bo'ling. Har bir kelishuv yozma. Summasi aniq, muddatlari aniq bo'lishi kerak. 8-qadam, kvartira sotib olayotganda tekshiruv ro'yxatini tuzing. Men tavsiya qiladigan minimum ro'yxat shunday: sotuvchining pasporti, mulk huquqi hujjati, kadastr, uy daftaridagi yoki ro'yxatdagi shaxslar, yoki xotin roziligi, garov va taqiq yo'qligi, kommunal qarzlar, sud nizosi yo'qligi, meros bo'lsa barcha merosxo'rlar roziligi, ipoteka bo'lsa bankdan ruxsat. Agar sotuvchi shoshirsa, boshqa xaridor bor deb bosim qilsa, siz yanada sekinroq tekshiring. 9-qadam, barcha to'lovlarni bank orqali qiling. Ko'chmas mulk oldi sotisida katta summani naqd berish juda xavfli. Bank yacheykasi yoki notarial tartibda xavfsiz hisob-kitob usullaridan foydalaning. To'lov maqsadi aniq yozilsin. Qaysi manzildagi kvartira uchun, qaysi shartnoma asosida. Keyin nizo chiqsa, pul berganingizni isbotlash oson bo'ladi. 10-qadam, agar allaqachon muammo boshlangan bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Suddan xat kelsa, bormaslik eng katta xato. Ijro byurosidan ogohlantirish kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Bank da'vo qilsa, hujjatlarni yig'ing. Sizga nisbatan mulkni sotish, taqiq, baholash, auksion haqida xabar kelsa, darhol yuristga murojaat qiling. Ko'p holatlarda muddatlar juda muhim. Apellyatsiya berish, e'tiroz bildirish, baholashga rozi emaslik, kelishuv taklif qilish uchun vaqt cheklangan bo'ladi. Men ko'rgan eng katta xato, odamlar muammo kelguncha
hujjatga qaramaydi. Kvartirada yashayapti, qimol to'layapti, ta'mir qilyapti, lekin kadastr kimning nomida ekanini bilmaydi. Ikkinchi xato qarzni yashirish. Bankka javob bermaydi, telefonni olmaydi, xatni olmaydi. Bu muammoni yo'q qilmaydi, aksincha tezlashtiradi. Uchinchi xato qarindoshga ishonib, uy oldi sotisini rasmiylashtirmaslik. To'rtinchi xato sudga bormaslik. Sudga bormasangiz ham ish ko'rilishi mumkin, lekin siz o'zingizni himoya qilish imkonini boy berasiz. Beshinchi xato imzo qo'yishdan oldin o'qimaslik. Ko'chmas mulk bo'yicha har bir imzo katta oqibat tug'diradi. Yana bir narsani alohida aytaman. Internetdagi vahimali xabarlarni darrov haqiqat deb qabul qilmang. Hamma kvartiralar tortib olinadi. Yangi qonun bilan uylar davlatga o'tadi. Kadastr yo'q uylar buziladi. Kabi gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki yarim haqiqat bo'ladi. Ha, xavfli holatlar bor. Ha, hujjatsiz mulk muammo tug'diradi. Ha, qarz uchun mulkka cho'ra ko'rilishi mumkin. Lekin har bir holatda tartib, hujjat, ogohlantirish, sud yoki vakolatli organ qarori bo'lishi kerak. Bugungi asosiy xulosa shunday: qonuniy rasmiylashtirilgan qarz va nizolardan xoli kadastri joyida bo'lgan kvartirani hech kim shunchaki tortib olmaydi. Lekin ipoteka to'lanmasa, katta qarzlar bo'lsa, mulk garovda bo'lsa, noqonuniy qurilish qilingan bo'lsa, meros yoki oldi-sotdi hujjatlar chala bo'lsa, real xavf paydo bo'ladi. Shuning uchun vahimaga tushish emas, hujjatlarni tekshirish, qarzlarni nazorat qilish, bank va davlat organlari bilan yozma ishlash kerak. Men sizdan so'rayman, hoziroq o'ylab ko'ring. Sizning kvartirangiz yoki uyingiz hujjatlari to'liqmi? Kadastrda hammasi to'g'rimi? Garov yoki taqiq yo'qmi? Meros mulk rasmiylashtirilganmi? Shu savollarga javobingiz aniq bo'lmasa, bugunoq tekshirishni boshlang. Kommentariyada yozing. Sizda uy-joy hujjatlari bo'yicha muammo bo'lganmi? Ipoteka, meros, kadastr yoki buzilish masalasida savollaringiz bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p bergan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun oilaning uyini saqlab qoladi.